Bugun birgalikda shunaqa chirk bosgan qozonchani tozalaymiz. Baliq, qovurdoq, gulkaram pishirganda qozonchalar shunaqa ahvolga kelib qoladi. Buning uchun bizga azilit kerak bo'ladi. Qozonchani gazga qo'yib, isitib olamiz. Qizigan qozonga azilitni sepib, 5-10 minutcha chirkini chiqishiga qarab qoldiramiz. Agarda qizitib olgan qozonchaga azilitni sepsangiz, kiri juda ham tez chiqadi. Sovuq holida sepsangiz, bu darajada toza bo'lmaydi. Mana chirki chiqdi. Endi esa sim dasmolni yerga botirib, yaxshilab ishqalab olamiz. Ayajon, oyijon paytlarida qozonlarni kuydirib oqartirishgan. Shu kuydirgan vaqtidan o'tganda qozoncha shu holatga kelib qolgan. Buni tozalash sal qiyinroq hisoblanadi. Hozirgi biz qatori yoshlar ko'pchiligi bunaqa kuydirish usulini bilmasa ham kerak. Meni oshxonamdagi qozonlar ichida eng sevimli qozoncham shu hisoblanadi. Qozonchamni qo'ldan kelgancha oqartirdim.